Jahon aka, xush kelibsiz Chimkentga. Assalomu alaykum. Ko'rganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Men ham xursandman. Ikkita savolim bor. Qarang, sizni taqdiringiz bilan mening taqdirim o'xshataman. Ko'raman, havas qilaman. Sizni ko'rib turib, mana videolar, intervyular olish boshlaganman. Nimaga o'xshatamanki, 8 yil Amerikada, Rossiyada ishlab, Moskvada intervyular qilgansiz rus tilida. Yemagan. Nima sabab Toshkentga keldingiz-ku? Nima sizga turtki bo'ldi? Qaysi qadamdan keyin siz Toshkentga borib ish qilishim kerak ekan deb turib boshlanib ketdi? Yo, rus tilida olganim yemadi demayman. U yerda ham 500 million 500 mingta prosmotrli bor, 200 mingta prosmotrli bor. Просто bu shu 12 yildan beri hobbi bo'lib kelganda, men orzu qilardim intervyuer bo'lishni, lekin orzu qilgan bo'lsam ishonmasdim-da, işte men yulduzlar faqat u yulduz bo'lib tug'iladi deb o'ylardim-da, yo yulduzli oiladan chiqadi deb o'ylardim. Shu ishimni qilib yurganimda bitta Shohruh degan bola bor. Oka, shuni o'zbek tilida oling, millionlab odamlar ko'radi deganda, nima siz rus tilida ovoz degan. Bitta qilib ko'ring tez degan. Shuni test qilganimizda yaxshi mana Shohruhga eslatingiz, oldiga borib bir sovg'a berib rahmat deb ketish kerak. Demak, Shohruh sababchi bo'lgan ekanda? Absolutno. Ikkinchi savolim, umuman intervyu olish, Instagramga kelish qatdan kelgan unaqa? Endi bu aytdingiz, intervyuer bo'lish armon bo'lgan, orzu bo'lganu. Yo'q, endi qanaqa bilan baribir u sekin-sekinlik bilan tug'iladi-yu. Ertalab turib bolaman demaysiz. Yo'q, просто boshlaganman-da. Haligacha ham o'zimga bunaqa ko'p qaramayman-da videoda. Yoqmaydi. Har doim bitta ham loyihani olib, bo'ldi, zo'r, chotki demaganman-da hali ham. Hali ham minus, mana buni bunaqa qilsa bo'lardi, buni hali ham o'rganib yuramiz, lekin просто boshlaganman. Oldinga qaraganda hozir ancha o'zgarish bor. Lekin hali ishlaydigan ish ham ko'p. Xullas, qilaverish kerak. Qachondir qilaverib, xato qilaverib, o'rganib professional bo'lib ketasiz. Bo'ldi, rahmat. Maslahat so'ramoqchi edim, lekin sirazi maslahatga ulanib ketdi-da bu xos. Men ishingizga omad tilayman. Men Chimkentdaman. Juda ham xursandman, juda ham ko'p tadbirkor o'zbeklarimiz ko'p ekan, shu yerda tug'ilib o'sgan. Juda ham приятный chehralari, gapirishlari. O'shanga men Sherzodjonga omad tilayman. Like bosib, izohda qo'llab-quvvatlaringlar. Bir juda ham taniqli bo'lib ketganlarda bir yana kelib yana intervyu. Aka, rahmat kattakon. Bugungi ko'rishuvimiz, bu videomizning sponsori Global Coffee. Hayat Azimov akamizga kattakon rahmat. Bitta aloqaga chiqdim, akamni ko'rish niyatim bor edi, bo'ldi dedi. Rahmat. Charchamaylik. Aka, xudo xolasa ertaga